Lorga yugurish kerak emas ekanda. Men aytardimki, umuman lorga borish kerak emas. Mana 5 yoshgacha bo'lgan bolalarni burnini yuvish, tomoq yuvish bu noto'g'ri taktika. Mana Amerika assotsiatsiya pediatrov yoki Yevropa assotsiatsiya pediatrlarni fikricha, bolajon 1 yilda 15 martagacha kasal bo'lishga haqqi bor. Uning uchun bizning bolajonlarimiz hammasi Amerikada yoki Yevropada yashashi to'g'ri keladi. Chunki ularni ob-havosi bilan bizning ob-havo to'g'ri kelmaydi. Birinchidan klimati, ikkinchidan mentalitet boshqa, meditsina ham ozgina farq qiladi. Ya'ni SNG meditsinasi bilan Yevropa, Amerikani meditsina farq qiladi. Xo'p, farq etadigan bo'lsam, agar sizni farzandingizdan 39-40 isitma qilsa, normada 15 tagacha shamollash haqqisi bor deysiz. 1,5 yosh, 2 yosh bola 39-40 kelsa 41 isitma qilyapti. Lorga borma deb tavsiya beryapsiz. Xo'p, bolada sudurga tutib qolsa-chi? Bu birinchi. Ikkinchisi, bolada burun shilliq qavatlarning yallig'lanishi, yiring yallig'lanishida quloqqa asorat berish potensial yuqori bo'ladi. Bizlar bilan anatomiya jihatidan burun halqumda, burun shilliq qavat yiringli protez bo'lsa, quloqqa bevosita eshituv nay, ya'ni Eustachiy turba orqali o'rta quloqqa yiring o'tib ketishi mumkin va 2 kundan keyin, 3 kundan keyin to'g'ri lecheniya qilinmasa va yiringni evakuatsiya qilmasa, burun bo'shlig'idan pardaga ta'sirlantirib, bevosita pardani teshib qo'yishi mumkin. Bu esa pardani teshishi hozirgi kundagi bola pashti nogiron bo'ladi. Ya'ni eshitish pastlik kuzatiladi. Hozirgi kunda armiyaga olmaydi parda teshiga bilan. Ko'ryapsizlarmi, qanchalik bolada cheklov kuzatilyapti. Cho'milganda har doim o'rta quloqqa suv kiradi. Eshitish pasayib ketadi. Har doim quloqda yiring oqib beradi. Arzimagan bir marta borib lor shifokori ko'rinib, bir marta burun yudirmagandan keyin shuncha oqibatga sabab bo'ladi. Undan tashqari, yosh bolalarda burun va burun yondosh bo'shliqlari yaxshi rivojlanmagan bo'ladi, ya'ni slab rivojlangan bo'ladi. Bosh miya bilan burun bo'shlig'idagi katakchalar bor. Tug'ilganda bo'ladigan katakchalar, bu yuqori jag' bo'shlig'i, ya'ni gaymer bo'shliq. Ikkinchisi g'alvursimon katakchalar. Etmaydani kletki deyiladi, rishotkalar. Bosh miyaga bevosita bog'liq bo'ladi. Ba'zi holatda oddiy shilliq qavat himoya qilib turgan bo'ladi. Chunki suyaklashgan proses bo'lmaydi. Ayni o'shaning uchun yosh bolalarda ko'pincha burun yallig'langan paytda yuqori ko'z qoq shishib ketadi. Nimaga? Chunki burundan infeksiya ko'zga asorat berishi mumkin. Ko'zni yuqori va pastki qovoqlarga reaktiv shish beradi. Xuddi shunaqa holat burundagi yiringli proses bosh miyaga ham o'tib ketishi mumkin. Juda ham yaqin joylashgan va juda ham nozik bo'ladi. O'rta chegara. Xo'p, o'z vaqtida lecheniya qilsanglar, xo'p, agar lorga borgan deylik, lor bordan burun yuvsa, bolaga nima minusi bo'ladi? Birinchi o'chida hech qanaqa kamchilik yo'q. Yuvdingiz, hech narsa o'zgarish bo'lmaydi. Ya'ni bolaga tibbiyot nuqtai nazaridan, sog'liq jihatdan yuvish jiddiy oqibatga olib kelmaydi. Nojo'ya ta'sir qilmaydi. Masalan, to'g'ri yuvildimi, noto'g'ri yuvildimi, xo'p, sog'lom bilan yuvilganda hech qanaqa nojo'ya ta'sir qilmaydi u. Ya'ni siz bola o'ziga minus bo'lmas ekan, manfiy tomoni yo'q ekan, to'g'rimi? Xo'p, quloqqa tomoq yuvadigan keladigan bo'lsak, tomoq o'tkir yiringli protsesslarda yuvishga men ham qarshiman. Angina bo'ladigan yuvish kerak emas. Birinchidan yuvish ta'sir qilmaydi, ikkinchidan protsessni og'irlashtirishimiz mumkin. Qachon tomoq yuviladi, qachonki surinkali tanzilitda probkalarni chiqarish uchun tanglang murtaklarda, ya'ni xalq tilida anginani ustida oppa yiringchalar paydo bo'lib qoladi. Bu yiringcha issiq chiqarmaydi. Faqat yutinganda og'riq berishi mumkin, diskomfort bo'lishi mumkin va surinkali tanzilitlarda og'izga yomon hid kelishi mumkin. O'shani bartaraf qilish maqsadida biz tomoq yuvamiz. Lekin o'tkir protsessda angina, ya'ni kataralniy, folikularniy, lakunarniy anginada yuvish mumkin emas. Lekin ko'p lorlarimizni yuvsa yaxshi bo'ladi degan tushunchasi bor. O'sha lorlar ham balkim to'g'ri ish qilar. Chunki tekizmasdan tepa fontan qilib yuvadi. Tekis yuvish mumkin emas. Tekis yuvadigan bo'lsak, yiring ichkariga kirib ketishi mumkin. Paratanzillarning abses, ya'ni bodamcha bezlar atrofiga yiring yig'ishga sabab bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun biz o'zimizni taktikamizni har doim to'g'ri deb hisoblaymiz. O'tkir protsessni o'z vaqtida mos ravishda lecheniya davo yozib beramiz va kerak bo'lsa burun yuvishni tavsiya beramiz. Nimaga desanglar, kelajakdagi kelishi mumkin bo'lgan og'ir oqibat asoratlarni oldin olish maqsadida. Ko'ryapsizlarmi? Yuvish 2 marta, 3 marta yuvishga xohlasa hech kimga zararli ta'siri yo'q. Bu bilan bola yomonlashib qolmaydi, og'irlashib qolmaydi, faqat yaxshi bo'ladi. Shuning uchun xalqimiz ham o'shanga moslashgan.
shu bolam tomog'i yiring narsa, burni yiring narsa yudirsam yo quloqqa asorat o'tib ketsa, yudirish yaxshi bo'lar ekan deydi. Haqiqatda yugandan keyin 2-3 kundan keyin yaxshilashib kuzatiladi. Har xil narsaga ishonish kerak emas. Lorlarni aytganini qilish kerak. Pediatr o'zlarining ishini qilishsin, lor o'zlarining ishini qilishsin. Faqat shu.